Musulmonning vaqt qarashi. Musulmonning vaqtga bo'lgan ko'z qarashi o'zgacha bo'lib, vaqt uning uchun biz o'ylayotgan yillar, oylar, kunlar, minutlar va sekundlardan iborat o'tib ketayotgan daqiqalar va yoki o'tib ketayotgan umrlar emas, balki u insonning hayotidir. Bugungi kishilarning ahvoli nima degan hayron qolarlik, ha? Kunining o'tishi ularni ajaliga, oxiratiga yaqinlashtiradiganligini va ularni bu dunyo hayotidan yiroqlashtiradiganligini bilib turib, ko'pincha inson kunining o'tganiga xushal bo'ladi va uni tabriklaydi. Zamonimizda nurg'un kishilar vaqtni zoya qilib behuda o'tkazib o'tadigan, vaqtdan iborat bu qimmatli ne'matning qadrini bilmaydigan holatga kelib qoldi. Shu sababli ular vaqtni chang tutib hayotidan foydalanish ne'matidan mahrum qoldi va qoliyotdi. O'ziga hech foydasi tegmaydigan ishlarga vaqt sarf qilib, umrini zoya qilayotgan odam nima degan baxtsiz, ha? Darvaqa inson vaqtdan boshqa yuturib qo'ygan har qanday narsani qaytarib kela olishi mumkin. Ammo vaqti zoya bo'lib ketdimi, uni qaytarib kelishga hech iloj yo'q. Demak, vaqt insonning hayotidagi eng qimmatli boyliqidir. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom muntaq degan: "Tan saqliq va bo'sh vaqt kishilarning ko'pinchisi qadriga yetmaydigan ne'matdir." Shu vajidin mu'min kishi hayotidagi har bir daqiqaga intayin ko'ngil bo'ladi. Chunki u o'zining shular ustidan hisob beradiganligini obdan beradi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom muntaq degan: "Banda qiyomat kuni tuvandagi 4 narsadan so'ralmog'icha uning 2 qadami medirlamaydi. Umringni nimada tugatding? Ilming bilan nima ish qilding? Milingni nerdan topding va nega xajlading? Jismingni nimada chiritding?" Hasan Basri muntaq deydi: "Ey odam bolasi, sen faqat bir qancha kundan iborat. Har bir kun o'tsa, sening bir qisming ketgan bo'ladi." Shunga musulmon kishi hayotidagi o'tib ketayotgan har bir daqiqadan foydalanishga, mol bisodidan foydalanishga yirisman bo'lgandan bekroq yirisman bo'lishi lozim. Yahya ibn Muaz mundaq deydi: "Vaqt isrof qilish o'limdan bekroq qattiqdir. Chunki vaqt isrof qilish haqiqatdan uzilib qolish bo'lsa, o'lim xaloyiqlardan uzilib qolishdir." Ibn Mas'ud mundaq deydi: "Men kun petib, ajilim yaqinlab, amalimda hech qanday ziyodatlik bo'lmagan bir kunga pushaymon qilganimdek, hech bir ishga pushaymon qilib boqmadim." Demak, aqlli kishi dunyo va oxiratda baxt saodatga erishishi uchun Alloh uning ato qilgan vaqtdan iborat qimmatli ne'matni Rabbini rozi qiladigan ishlarga sarf qilishi lozim. Huzayl ibn Iyaz bir kishidan mundaq so'radi: "Qancha yoshga kirding?" 60 ga. 60 yildan beri Rabbingning dargohiga ketib o'tibsan. Yetib berishga ko'p qolmabdi. Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Biz albatta Allohning igdorchiligidamiz, Allohning bandalarimiz. Cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz. Bu oyatning ma'nosini bilamsa? Shundaq bilaman. Buning ma'nosi men haqiqatan Allohning bandasi va uning dargohiga qaytquchi degan bo'ladi, deb javob berdi. Huzayl ibn Iyaz mundaq dedi: "Qarindishim, kim o'zining Allohning bandasi va uning dargohiga qaytquchi ekanligini bilsa, bilib qo'ysinki, u Allohning huzuriga keltiriladi. Kimiki o'zining Allohning huzuriga keltirilganligini bilsa, bilib qo'ysinki, u qilgan atganlaridan bir-birlab so'riladi. Kimiki o'zining qilgan atganlaridan so'rilganligini bilsa, savollarga javob topib qo'ysin." Heliq kishi yig'lab ketdi va "Buning chorasi bormi?" dedi. Huzayl mundaq javob berdi: "Bu bek oson. Umringning qolgan qismini yaxshi qilsangli bo'ldi. Alloh ilgari qilgan atganlaringni kechirib o'tadi. Agar qilib qolgan umringni mozoya qilib etsang, bundan ilgari qilgan atganlaringning hammasidan qo'shib so'rilasan."
Ömürning berkiti. İnsanlar özünün yaşını gün ve yıllar bilen hesaplaydı. Çünkü gün ve yıllar kişiler yaşını biliş üçün işletildiğin ölçem. Ameliyette biz işletivatkan miladiye yoki hijriye kalendari ve yoki başka kalendarlardan sirt insanın ömrünü hesaplaydigan başka bir ölçem var. Bu bolsumu insanın hayatida qo'lga keltirgan utuqlaridir. Allah yolunda itaat bilen ötken hayat bilen Allah'a asilik qilib günah ma'siyat bilen ötken hayat o'tirsidagi farq nihoyat cho'ng. Haq adalet yolunda tinimsiz yurgan hayat bilen zulm sitem batıl yolda yurgan hayat o'tirsidagi farq intayin cho'ng. Agar inson atrofiga tafakkur nazari bilan qaraydigan bo'lsa, bir odamning boshqa bir odam bir oyda qilgan ishini bir kuni qilayotganligini bayqaydi. Sizce o ikisi o'rtasidagi yosh o'lcham o'xshashmi? Bu yerda ko'zga chiliqmaydigan boshqa bir o'lchamning borligida shak yo'q. Bu bo'lsa-mu umrning berkiti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: kimiki rizqining kengri, umrining ziyoda bo'lishini yaxshi ko'rsa, urug' tuqqanlarga sil rahim qilsin. İmam Nevevi rahimahullah Sahih Müslimning sharhisida bu hadis to'g'risida mundaq degan: bu yerdagi umrning uzun bo'lishidan bo'lgan maqsad umrning berkatli bo'lishidir. Undaqda insonning ajali kechiktiriladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan tursa, ularning ajali kelganda qilchim kechiktirilmaydi, qilchim ilgari surilmaydi. Buning javobiga qarta ulamolar ömrünün ziyoda bo'lishlik bo'lgan maqsad uning bereketlik bo'lishi, taat ibodatlarga muvaffaq bo'lishi, hayotini dunyo va oxiratda foydali ishlarga sarf qilishi va uni behuda ishlarda zayo qilib o'tishdan saqlanishi degan. Bereketlik umrga bir misol. İbn Taymiyaning o'quvchisi Ibn Qayyum rahimahullah İbn Taymiyaning qadimiy zamondagi kitob ko'chirguvchilar haftalab aran ko'chirib bo'ladigan yozmalarni bir kunda yozadiganligini bayon qilgan. Ilgirki olimlarda buning o'xshash misollar intayin ko'p. Bir kishi payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, insonlarning eng yaxshisi kim?" deb so'raganda, payg'ambar alayhissalom kishilarning eng yaxshisi ömrü uzun, ish izlari yaxshi bo'lgan kishi deb javob bergan. Shayx Ibn Usaymin Yaxshilar bag'chisi nomli hadislar to'plamining sharhisida mundaq deydi: agar kishilarning eng yaxshisi ömrü uzun, ish izlari yaxshi kishi bo'lsa, undaqda har bir inson o'zining kishilarning eng yaxshisining qatoridan bo'lishi uchun hamisha Allohdan ömrini uzun, ish izlarini yaxshi qilib berishini so'rashi lozim. Mana bu hadisda insonning umrining uzun bo'lishining o'zila inson uchun yaxshilik emasligiga dalil bor. Chunki gohida insonning umrining uzun bo'lishi uning uchun ziyonli bo'lishi mumkin. Alloh taolo mundaq deydi: kufrda chang turib olganlar o'zlariga muhlat berishimizni hargiz o'zlari uchun foydali deb o'ylamasin. Ularga faqat gunohlarini ko'paytirish uchun muhlat beramiz, ularga xor qiluvchi azob bor. Bu kafirlar uchun bo'lib, Allah ularning tan salomatligi, rizqi va umrini ziyoda qilib beradi va shundaqla ularning farzandlarini ko'p qilib beradi. Ammo bularning hammasi ular uchun yomonlik. Chunki kafirlar shular orqali gunohlarini texmi ko'paytiradi. Oxirida Allohdan bizni umri uzun, ish izlari yaxshi, dunyo va oxiratda saodatmand kishilardan qilishini so'raymiz. Amin.